bekorga obedda uxlatilmaydi bolalar. O'z vaqtida uxlamaydigan bo'lsa, kunlik uyqu rejimi normada bo'lmaydigan bo'lsa, bu ham keyinchalik gormonal o'zgarishga olib keladi. Albatta, masalan deylik, mana bo'y o'sish gormoni, somatotropniy gormon. Bizda soat 11 dan 2 gacha, kechki paytga 11 dan 2 gacha ishlab chiqariladi va obed vaqtida 1 dan 4 gacha, например. Bekorga obedda uxlatilmaydi bolalarda. Bog'chada, uyda, shu paytda uxlayotgan paytda bo'y o'sish gormoni chiqadi. Bu bo'y o'sish gormoni faqat bo'y uchun emas. Shu biz aytayotgan olat uchun, moyaklar uchun o'sha ham kerak. Chunki har bitta organizmdagi to'qima bo'y o'sish gormoni hisobiga kattalashadi. Siz uyqu rejimini buzgan hisobda уже siz moyaklarning ishini buzib qo'yyapsiz. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Endi bu gormon uxlayotganda bo'ladi deyapsiz. Agar o'sha paytda uxlamayotgan bo'lsa-chi, masalan, kunduzida ishlab chiqarilmaydi. Prosta ishlab chiqarilmaydi. O'zi kun mobaynida ozgina miqdorda ishlab chiqarilishi bor, fonoviy rejimda endi. No, u sizga katta bo'y o'sishga, organlarning rivojlanishiga yordam bera olmaydi. Endi masalan hozir 11 dan 2 gacha deydigan bo'lsak, kechqurungi 11 dan 2 gacha deydigan bo'lsak, men somatotropni. Shunday oilalar bo'ladi, masalan, o'zi ishdan kech keladi yoki hayotini kechqurun bilan kunduzdan almashtirib olganlar. Ularning bolalari o'sha kechqurun 2-3 larda uxlaydi, ertasiga 10-11 gacha uxlaydigan, chunki shunaqa bolalar keladi. Oldimizga bolalarni olib kelishadi. Bunaqa oilalarda demak, somatotrop yetishmovchilik bo'ladi. Buni hisobga o'z-o'zidan bo'yi nisbatan past bo'ladi, o'zi quvvatsiz bo'ladi. Va hokazo bo'ldi. Uyqu asosiy narsa bolalar uxlatinglar.